Qanday Nodirbek, sonlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz? Sog'lik salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Aka-ukalar, bugun Xudo xolasa YouTube'dagi obunachilarimiz uchun Navoiy viloyati Milliy gvardiyaga qarashli chavandozlar maktabiga keldik. Xudo xolasa bitta chiroyli sizlarga obzor qilib beramiz. Xudo xolasa Nodir ukamiz kutib oldi. Shunday. Iltimos qildik, yo'q demadi. Shunday. Milliy gvardiya rahbariyatiga chavandozlar maktab klubini rahbariyatiga bizga shunaqa sharoit qilib bergani uchun ularga отдельный tashakkurnoma. Bahodir akamiz bugun tashrif qilgan ekansiz. Rahmat kattakon, shunday otlarimizni tomosha qilay deb ruxsat so'radingiz. Biz ruxsat berdik, boshliqlarimiz hammasi. Keling otlarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa bir otlarni chiroyli qilib, bir suhbat qilib obunachilarimizga. Shunday, Bahodir Gap aka. yo'q Nodirbek, Xudo xolasa sekin bir bo'lmasa boraylik. Bahodir aka, masalan, shaharda ko'pchilik yosh kattalar ot minishda, boqishda yaxshi ko'rishadi hayvonlarni. Shu masalan, ot minishda, otni qanday boqishi, sirli shunaqa narsalari bor-da otda. Har xil. Masalan, terlagan payt sovutish kerak, qotib qoladigan jarayonlari bor. Shunaqa narsalarni odamlarga o'rgatamiz-da. Men o'zim hayron qoldim shunaqa maktab borligiga. Shunday. O'zim hayron qoldim. Ko'pchilik o'sha Navoiyda o'z shaharda turib ham ko'pchilik bilmasa kerak menimcha hali. Xudo xolasa bir yoritib ko'rsatib beramiz, a. O'zim ham shu chorvaga qiziqaman. Ana Instagramda sahifamiz bor. Xudo xolasa o'tda ham har xil jonivorlar reklama qilib, odamlarga bir manfaatli bo'lsin deb yuribmiz. Xudo xolasa sizlar maktabingizga keldik. Ular juda ajoyib otlar bor ekan, lekin shunday. Zo'r otlar men gap yo'q. Bo'lmasa Nodirbek qayerdan boshlaymiz? Xudo xolasa nimadan bizga qayerdan ko'rsatsan? Qani bularni o'zi turadigan joyi, yeydigan ovqatimi yoki o'zining xonalarimi, nimalari bor? Nimadan boshlaymiz? Nodirboy, Xudo xolasa bu qanaqa joyimiz bu? Bu otxonamiz. Otlar sherda kechqurun sovuq vaqtlar qishki vaqtiga sherga kirgizamiz, yozda kirgizamiz. Voy, xona otni qaranglar. Operator ko'rsatib yuboring ana otlarni. Shunday. Bu otxonalarimiz ekan-a, Xudo xolasa. Otxonamiz biz. Mana otlarni qaranglar. Otni ko'rsatish. Mana, voy, otni qaranglar. Ketdi ot. Tepib qolmaydimi bular? Yo'q, hech narsa qilmaydi. Yuvosh otlarimiz. Bular apilka solinar ekan-da, bularni tagiga apilka solinadi, shunday. Mana aka-ukalar qaranglar, men o'zim ko'p mana xo'rozbozlar bor. Keyin nima deydi? Men o'zim quyonga ham qiziqaman, xo'rozga ham. Biz ham mana shunaqa tegiga mana shunaqa apilka tashlaymiz-da. Biz endi mana axlatini, hidini, siydigini, hidini olish uchun. Shunday. Bu yoqqa ham xuddi shunaqa. Xuddi shunday. Gap yo'q. Qishin yozin sizlarda ham apilka turadi, ha? Shunday. Albatta oxirlari, bu ovqatlaydigan oxirlari ekan-da. Pichan tashlaydigan joylar. Ha, pichan tashaladi, ha. Ular faqat pichan, keyin o'sha nima deydi? Shunday. Mana bitta chiroyli bitta ot bor ekan. Oh, mashallah. Qara Nodir, buncha katta bular, Bular rossiyskiy poroda. Rossiyskiy poroda. Oti nima ekan buni? Buni operator zotini faqat rossiyskiy deylar bo'ldimi? Yo'q, flamingo. Bular o'sha rossiyskiyda yuk tortuvchi. Ha, yuk tortuvchi, ha. Mana aka-ukalar qaranglar otni. Yoshi nechida ekan buni? Yoshi 11 yoshda. 11 yosh. Katta ekan-da, Xudo xolasa. Shunday. Yuk tashiydigan aka-ukalar qaranglar mana. Ajoyib. Erkak kishi ot minish kerak-da o'zi. Shunday. Gap yo'q. Bu yoqda ham bitta bor ekan, ha? Ha, shunday. Unisi ham shu Polsha ular. Bular Polshaniki, ha? Ha, Polshaniki. Bu nechta nimaga qilingan otga 20 ta sharoit? 20 ta. Ha? 20 ta otga qilingan. 20 ta otga, ha? Shunday, 20 ta otga sharoit bor ekan bu yoqda. Gap yo'q. 20 ta otga sharoit bor ekan. Hammasi narmi otlarni? Yo'q, moda ham. Nar moda bor. Ha, ko'paytirasizlarmi o'zingizlar? Al, narlarni ko'rsatamiz, modalar. Ha? Modalar ko'rsatamiz. Yana moda otlarimiz bor. Voy, mashallah, kattaligini qaranglar. Polsha deysanmi? Polsha. Bu nimasida zoti, ha? Zot Polsha, o'zi Toshkent laqabli tulporimiz. Mana Toshkent degan laqabli tulpor ekan. Aka-ukalar qaranglar. Mana, voy, mashallah. Bo'ylari ham 1.90 ga yaqin. Ular o'zi bo'ylari qancha bo'lish kerak otniki o'zi? Har xilmi? Ha, har xilda. 1.90 yaxshi nima endi bularga? Ha, balon otlarda. Voy, mashallah. Zominda ular chopadigan otlarni bo'yida. Gap yo'q. Toshkent nomli ekan bu. Ana aka-ukalar sizlar uchun chiroyli videolar qilib, kontentlar qilib, charchamaslik uchun yuribmiz mana. Ana urg'ochi otlarni ham bir ko'raylik, ha? Ha, ketdik. Mana u yerda yurgan baytal otlarimiz bor, xoniylarimiz bor. Barcha otlarimizni sizga ko'rsatgan olib kirdik. Gap yo'q, rahmat sizlarga. Milliy gvardiya
Chavandozlar maktabini rahbariyatiga ham rahmat, shunaqa bizga sharoit qilib berdi. Mana operator ko'rsating. O, mana bu oting nima bu ikki xat ekanmi deyman-a, poni? Shunday ikki xat. Mana otlarni qaranglar. Bular modalar, ha? Moda. Bular ham zotli bo'lsa kerak-da, zoti tayin, o'zingizlar ko'paytirib shu maktab uchun, ha? Ha, shunday. Kirib olaylik qani operator hozir. Yo, bismillah. Mana bu otimiz ham juda yirik ot ekan, ha? Shunday. Baytal bo'lsa ham. Ha. Bu ham shu nimadanmi deyman, boyagi oq ko'rdik-ku hozir. Shunday. Bu Belorussiyadan kelgan. Belorussiya, ha? Belorussiyadan kelgan. Ha. Bu konkurchi ot. Bu katta to'siqlardan sakraydigan otda bu. Bu o'zimiz bu ikkita qora katta ona bola, bular qora bayirlar. Ha, qora bayir shumi qora bayir degani? Qora bayir o'zimizda mesni zot, shu eskidan keladigan shu mesni otlarimiz shu qora bayir degani shu. Qora bayir bo'lar ekan. Ko'rsatib yuboring operator. Qora bayir. Ha, oq, o'zi rangi oq bo'lsa ham qora bayir bo'laveradi. Qora bayir. Voy, mashallah. Zo'r ekan. Mana keladi. Kelar ekanmi deyman. Yuvosh ekan. Qani? Keyin o, mana qarab qora bayir degan tepmasa bo'ldi bizani bu. Mazamizni qochirib. Gapi yo'q. Mana ponilar bor ekan. Operator qarang ponilarni. Ponilarni ham ko'paytirar ekansizlar-da? Ha, ko'paytiramiz. Ponilarda nechta bor sizlarda? Bizada hozir 4 ta. 4 ta. 4 ta. Nechta moda, nechta nar? Hozir bu yerda bitta moda qoldi. Bitta moda qoldi. Qolgani nar, ha. Nar 3 ta olsin. Bular ham endi bundoq kolleksiyagami yoki o'sha maktabga keladigan bolalar uchunmi? Maktabga keladigan bolalar uchun yosh kichkinalarga-da endi. Shunday. Aslida shunday. Mana bu ham 2 xat ekan, ha, Nodir? 2 xat, ha. Onimiz yaqinda ko'payish arafasida turibdi. Bu toy nimanikimi? O'sha qora bayirni toychasimi? Shunday, qora bayirning toyi u. Bunisi ham qora, bitta tuqqan ekan-da bular, ha? Bitta bu katta biyamiz bor, ikkinchi va uchinchisiga ham nasib qilsa 2 xat. Mana qaranglar, mashallah. Shu masalan shu 1,5 yosh bo'ldi mana shu to'yimiz. 1,5 yosh bu yosh ekanda hali, ha? Shunday. Operator olyapsizmi? Videolarni qarang mana otlarni. Bularni endi qanday o'zi sog'ligiga mana biza nima boqamiz, nima deydi, har xil jonivorlardan boqamiz, sog'ligiga o'zimiz qaraymiz. Bu yoqda bormi endi bularning sog'ligiga qarab turadigan doktorlarimiz bor, feldsherlar bor. Hammasiga qaraydigan doktorlarimiz, masalan, Navoiy veterinariya bor, shu taraflardan kelib ukollarni qilishib ketishadi. Mana to'ylar tug'ilsa ham pasport, shunaqa narsalar, hammasi pasportda, dokumenti bor, chipigacha bor. Chiplarigacha bor, ha? Ha, shunday, dokumenti bor. Bu erkalanadi bu to'y. Erkalanadi. Erka to'y bu. Bularga asnovno kim qaraydi? O'zingizmi, Nodir? Yo'q, qaraydigan odamlarimiz bor. Sayislarimiz bor. 4 ta sayisimiz bor, qaraydi otlarga. Biz aslida minib tarbiyasiga shu ko'chadan kelgan mehr izlab odamlar, masalan, ko'chada odamlardan zerikdik deydik-ku. Hayvonlarni ko'rishga keldik biz deydi. Tayin apalar keladi, akalar keladi. Qaranglar, sizlarning maktabingizda yosh demak farzandlarimizni olib kelib, bemalol o'sha maktabga shug'ullantirib, ha? Konniy sport deydi-ku mana shu, shunaqa bemalol, ha? U xizmatlar qanaqa, pullik bo'ladimi? Yo'q, 11 yoshdan 18 yoshgacha bepul. Pul berilmaydi. Faqat o'zida xohish bo'lsa bo'ldi, ha? Bo'ldi, o'zida xohish bo'lsa. Bizga o'xshagan yosh kattalar misol uchun bir zerikkanda, ishdan zerikib, bir hayot tashvishlaridan zerikkan, ular ham kelsa bo'ladi, ha? Ularga qanaqa xizmatlar? Qarang, bizada oylik to'lovlik bor. Oylik to'lov. Yosh kattalarga oylik 1 oyiga 1 million kelishadi. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Dars o'tamiz, masalan, ot minishni bilmaydiganlarga dars o'tamiz. Haftada 3 kun dars o'tamiz. Bir kun tashlab, bir kun dars o'tamiz. Yosh bolalarga ham kelsa bo'ladi. Har xil vaziyat bor-da endi. Tushunarli. Bir kishi 1 soat kelib 2 soat kelgisi kelmaydi. Bir marta mingisi keladi. Keyin ularga 1 soatlik dars vaqti qo'yilgan. 1 soat, kuniga 1 soat minadi, 100 ming so'm bilan minadi. Shunaqa sharoitlarimiz ham bor ekanda. Toshkentga borsangiz, masalan, 200 ming, 300 ming bilan minadi, bizda 1 soat. O'zimiz Navoiy viloyatida kim Navoiydan shu sizni nomingizni aytishib kelsa, 100 ming so'mga kelishtirib qilib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa, hurmatli Navoiylik obunachilarimiz, mana bemalol kelib, mana shu yerda bir odam, erkak kishi, bir nafaqat erkak, bir ayol kishi, nima qilmasin bu? Yo'q, hech narsa qilmaydi. Nima deydi? Kelib bemalol otlarga minib, odam o'zini bir stresslarni chiqarishga ham zo'r joy ekan. Sizlarga maslahat qilib qolaman. Hozir video davomida yana qiziq narsalar bo'ladi. Bizlar bilan aloqada bo'lib turinglar. Shunday. Nodirbek, bu yigitlarimiz Xudo xolasa chavandoz yigitlarmi deyman-da. Shunday, gijinglagan, shu jaydari yigitlardan-da. Mashallah, bu otlarning o'ynashini qara. Hoy!
Mashallah. Voy mashallah. Ay ot boshqachada, ot boshqacha. Shunday. Ana bu mazza qiladi, xudo xolasa bu bizani nimalarimiz, podpischilarimiz, obunachilarimiz. Bu yigitlar shu yerda ishlaydigan yigitlarmi yo? Shunday. Bu Bizda chavandoz yigitlarimiz bular. Bu yosh yigitimizchi? Bu o'quvchimiz aka. O'quvchimiz, ha? Ha, ot minishni o'rganyapti. O'zi shu Navoiyda shaharda yashab qiziqqanda, ha? Shunday. Ha, otni o'ynatishini qaranglar. Operator olyapsizmi? Voy mashallah. Bular qiynama Qodir. Ay mashallah. Hop. Hajjoningdan. Ana. O'g'il bola ot mingani yaxshi-da. O'g'il bola ot mingani yaxshi, ha, Nodir? Shunda hozir Qodir bilan shogirdimiz yaxshi bir uloq ko'pkordan vaqtga qarab ko'rsatadi hozir uloq ko'pkordan. Uloq ko'pkordan, ha? Ikkalasi, ha? Shunday. Operator hozir biz uchun mana maxsus obunachilarimiz uchun shunchalik bizga poddeshka qilib uloq choptirib beramiz deyapti. Shunday. Qodir akani. Mana aka-ukalar hozir sizlarga uloq olish bo'yicha gap yo'q. Nodir, bu yigitlar shundoq bir o'zlari shu yerda mashq ham qilib turishar ekanda, uloq bo'yicha, ha? Shunday. Mana kelajak obunachilar. Kelajak polvonlarida gap yo'q. Mana bu yosh yigitimiz ham obunachilar qaranglar, yosh yigitimiz ham shunday mazza qilib gap yo'q. Gap yo'q. Ana ot choptirishlarni. Ana Nodirbek bularni o'ynatyapsanmi? Nima qilyapsan endi? Shunday otlarda bir zerikkan otlar o'ynatyapmiz. Ha, voy mashallah. Ana aka-ukalar. Ajoyib otlar ekanda bular. Nodir bular hammasini bo'lakcha qilib qo'yibsan. Shunday. Gap yo'q. Mana aka-ukalar, hurmatli obunachilar, sizlar uchun kunda issig'iga qaramay Milliy gvardiyalarni ham bezovta qilib, iltimos qilib obunachilarimizga bir chiroyli kontentlar bo'lsin deb YouTube ga, kanaliga, xudo xolasa Instagramga ham bor. Bu nima buni zoti? Turkmanistonda ahil tekin zoti bu. Turkmaniston? Bu nima emasmi? Yo'q, hech narsa yuvosh bu. Voy mashallah. Bu o'zi ham boshqacha ekan-a bular. Shunday. Bir uzun ingichka otlardan ekanda, ha? Bu poygaga, konkurga yo'nalishga bo'ladi. Bizning o'zimizni местный uloqqa unaqa narsalarga bo'lmaydi. Faqat yugurishga, sportivniy. Juda tez otlar. Yoshi nechida ekan buni? Yoshi 7 yoshda. 7 yosh, ha. Mana bu ot ham zo'r ekan, lekin ingichka ot, chiroyli ot ekan lekin, ha. Bu orqadagi qora bayir emasmi? Qora bayir u ham. Qora bayir. Yo'q, u ahil tekin u. Ahil tekin degan. Bunisi qora bayir. Bular o'zingizlardan chiqqanmi, olib kelinganmi bular? Olib kelingan, Toshkentdan. Olib kelingan bular, ha. Mana aka-ukalar, operator ko'rsatilgan uni, mazza qilib qarang. Ay mashallah. Mana keling aka, sizga chiroyli qora bayirimizni. Qora bayirni ko'rsatamiz, kelinglar. Mana aka-ukalar, mana qora bayir. Nodir, bu qora bayirmi shu endi? Shunday qora bayir. Bu katta ekan bu, ha? Shunday. Juda yirik narsa ekan bu. Buni yoshi nechida? Mana gijinglaganda mazza qilib minadigan otlardan-da bu. Masalan, yosh kattalar, men yoshligimda ot minganman, yana shunday ot istayman deganlar uchun shu otimizni tavsiya qilamiz. Kelib pulini berib, bemalol mazza qilib minib yursa bo'ladi. Mazza qilib gijingnatib minsa bo'ladi. Mana birinchi bizga o'xshagan ot minmaydiganlar ham bir o'rganib keyin minsa bo'laveradi. Shunday. Unaqa bezovta qilib, yuvoshmi otlar? Yuvosh otlar, zo'r. Gap yo'q. Hozir borsam hech narsa qilmaydimi? Yo'q, borsiz ehtiyot bo'lamiz. Ha, yo'q, qo'yamiz. Qo'y bo'lmasa. Mana. Ay bo'ldi, indama qo'y. Aka-ukalar, qora bayirdi zo'rlaridan. Bu ham olib keltirilgan, ha? Ha, olib kelgan. Shu Milliy gvardiyani tomonidan olib keltirilganda, gap yo'q. Chavandozlar maktabi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri aka-ukalar, Milliy gvardiyaga qarashli Chavandozlar maktabiga xush kelibsizlar. Kelinglar, mazza qilinglar. Farzandlarni olib kelinglar, tavsiya qilamiz. O'zingizlar kelinglar, o'rtoqlar bilan, oshna og'aynilar bilan kelib, mazza qilib, stresslarni chiqarib, kayf qilib bir mazza qilib ketinglar aka-ukalar, sizlarga tavsiya qilamiz. Salomat bo'lasizlar. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa videomiz like, repostlarni banglatib tashlaymiz. Yana bir bor Milliy gvardiya rahbariyatiga, hammasiga rahmat deb qo'yamiz. Sog' bo'linglar, podpischilar.